Daryo toshsa keyin dengiz bo'ladida. Ko'kka boqqan ko'zlar yulduz ko'radida. Bek bolasi baribir bek bo'ladida. Vorislari ikki daryo orasini, baxtin ko'ring O'zbekiston bolasini. Assalomu alaykum aziz ustozlar va bilimga chanqoq o'quvchilar. 1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuniga atab o'tkazilayotgan tadbirimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum qadrli tadbirimiz ishtirokchilari. Hozir mana shunday fayzli tadbirimizni ochib berish uchun so'z navbatini maktabimiz direktori Bahromjon Muxtoraliyevga beramiz. Marhamat ustoz. Bo'ldimi? Keyin raqs bor. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar hamda hurmatli bolajonlar, aziz o'quvchilar. 1-iyun bizda xalqaro bolalarni himoya qilish kuni, ya'ni biz uchun 1-iyun bolalar kuni, bolalar dam olish kuni desak ham bo'laveradi. Shuning uchun sizlarning kayfiyatlaringni ko'tarish maqsadida mana shu ustozlarimizni tashabbusi bilan Diyorbek Muxtoraliyev ingliz tili fan o'qituvchisi, Gulnoza Qo'chqarova, Ahmedova Dildor opa va hokazo barcha fan ustozlari, sinf rahbarlarining tashabbusi bilan bo'ldi bu tadbir. Va bir kunda tayyorlandik, xudo xolasa chiroyli ko'ngilda o'tadi. Biz 1 va 4-sinf o'quvchilari sizlarni hammalaringda kelajaklaringda omad tilaymiz. Ideal o'quvchi bo'linglar, kelajakda ideal shaxs bo'linglar. Barcha sizlarni ko'rganda havas qilsin. O'qishdan hech qachon to'xtamanglar. Sizlarning oralaringda xudo xolasa O'zbekistonda asosiy korpusini boshqaradigan rahbarlar turibdi. Ota-onalaring sizlarga katta umid bog'lab, sizlarga ancha orzu, rejalar, maqsadlar qo'ygan. Shu ota-onasini birinchi o'rinda orzu maqsadini ro'yobga chiqaradigan farzand bo'linglar. Men yana bir narsani e'lon qilmoqchiman. Hamma yaxshilab eshitsin. Tadbir demak, shu qaysi ma'noda sababchi bo'ldi? Ertadan demak bizda yakshanba dam olish kuni, 2-iyun dushanbadan boshlab maktabimizdagi barcha o'quvchilar uchun erkin forma. Ya'ni endi siz o'zida erkin his qila oladigan darajadagi formada kelaverasiz. Xohlagan formangizda. Bu sizlarga 1-iyunga sovg'a. Dunyoni bolalar qutqaradi. Sizlar beg'ubor yoshdasizlar. Ko'zlaringdan mana shu chaqnab turgan o't hech qachon so'nmasin, yuzlaringdan tabassum arimasin. O'zbekiston kelajagi yoshlar qo'lida. Biz mana shunday yoshlarga ta'lim, tarbiya berayotganimizdan maktab va ma'muriyat nomidan tashakkur, ya'ni qaysi ma'noda mingdan bir shukr qilamiz. Rahbariyat nomidan ham barchalaringda kelajaklaringga omad tilaymiz. Ustozlarga rahmat. Tadbirda ochiq deb e'lon qilamiz. Bugun bayram. Tilaklar uchun sizga rahmat bildiramiz ustoz. Sizga ham boringizga shukr, maktabimizda tayanchi ustuni bo'lib, hammamizga birdek mehr qo'yib, adolat bilan boshqarayotganingiz uchun. Xo'p, hozir endi kayfiyatimizni yanada ko'tarib olish maqsadida 2-A sinf o'quvchilari ijrosida ajoyib raqsga beramiz. Qarsaklar ostida kutib olamiz. знаешь все, ты любишь, ты и моду. Ты креатив, позитив, не как судьба. Из всех людей, что
тебе дашь. Моя мамуля Люда, самая крутая. Круче ее никого я не знаю. Только вперед, моя мама лучше всех. Моя мама самая крутая. Круче ее никого я не знаю. Только вперед, моя мама лучше всех. Моя мама Света, моя мама Таня, моя мама Катя, моя мама Алла, моя мама Юля, моя мама Ира, моя мама Галя, моя мама Нина. Моя мама Люда, моя мама Аня, моя мама Лена, моя мама Яна, моя мама Инна, моя мама Соня, мама Каролина, Роза, Вика, ты Оля. Наши мамы самые крутые, самые любимые, нежные, родные. Только вперед, 100% успех. Наши мамы круче всех. Наши мамы самые крутые, самые любимые, нежные, родные. Только вперед, 100% успех. Наши мамы круче всех. Barakalla. Bolajonlar, bugungi bayram uchun sizlarga bir-biridan qiziq topshiriqlar va ajoyib sovg'alar tayyorlangan. Demak, yaxshi kayfiyatda birinchi shartimizni boshlaymiz. Rozimisizlar? Birinchi shartimizda har bir sinf uchun mantiqiy savollar tayyorlangan. Sinflar navbat savollarga javob beradilar. Agar siz savolga to'g'ri javob bersangiz, sizga ajoyib sovg'alarimiz bor. Tayyormizmi? Barakalla. Demak, savol javobimizni birinchi A sinf o'quvchilaridan boshlaymiz. Boshqa komandalar yordam bermaymiz, faqat o'zlariga xolisona bo'lishga yordam berasizlar bizga. Birinchi A sinf tayyormizmi? Demak, savolni eshitamiz. Jonlidan jonsiz tug'iladi. Jonsizdan jonli tug'iladi. Sizlarga o'ylashga vaqt ketdi. Bu nima? Bir nafar o'quvchimiz sinf bilan kengashamizda bir nafar o'quvchimiz javob berish uchun chiqamiz. Javob tayyormi? Mana qo'raman. Javobingiz nima? Suv. Yo'q. Babichka. Bitta javob beringlar. Babichka. Suv. Babichka. Suvda joni yo'q-ku. Babichka. Xo'p, demak, birinchi A sinf o'quvchilari babichka deb javob berishdi. To'g'ri deb o'ylaysizmi? Afsuski, savolimizning javobi tuxum va jo'ja edi. Qarsak chop qo'yamiz birinchi A sinf. Birinchi A sinf kayfiyatimizni tushirmaymiz. Demak, bugun bayram munosabati bo'lganligi bilan bir kishini taklif etamiz va jamoa uchun sovg'alar yutib olishingiz mumkin. Bir kishi sovg'alarni tanlaymiz. Mattiga qani. Sinf o'quvchilari Captiva ismli mashina yutib olishdi. Sizga. Demak, mantiqiy savollarimizda davom etamiz. Ikkinchi savol birinchi B sinfiga. Tayyormizmi birinchi B sinf? Eshitamiz. Osmonda bor, yerda yo'q, kampirda bor, qizda yo'q. O'ylab javob beramiz. Osmonda bor, yerda yo'q, kampirda bor, qizda yo'q. Jim, ey! Bir kishi. Voy, kampirda oy bormi?
Kim javob beradi? Hassa. Hassa deb javob berishdi. Javob to'g'rimi? Afsuski javob noto'g'ri. To'g'ri javob M tovushi edi. M tovushi edi. ustoz. Xo'p, birinchi B sinfdan sovg'a olish uchun bir kishi kelsin. Mashina yetib olishdi demak bu gruppa ham. Olavering. Olqishlab qo'yamiz. Birinchi D sinfi tayyormisiz? Eski oyda 28 kun bo'ladi. Qolganlar jim turamiz. O'ylab javob beramiz. Mantiqiy savol. Savollar mantiqiy, o'ylab javob beramiz. Qaysi oyda 28 kun bo'ladi? Hamma oyda. Demak, hamma oyda 28 kun bo'ladi. To'g'rimi? Demak, hamma oyda 28 kun bo'ladi deb javob berishdi. Javob to'g'ri. Mumtoza keling. Barakalla birinchi D sinf. Demak, siz samolyot yutib oldingiz. Malades. Olqishlab qo'yamiz. Keyingi savolimiz birinchi Y sinfiga ataladi. Tayyormizmi? U sizga tegishli, ammo boshqalar sizdan ko'ra bu narsadan ko'proq foydalanishadi. Bu nima? O'ylaymiz. O'ylab javob beramiz. Kim javob? Barakalla, to'g'ri javob. Olqishlab qo'yamiz. So'z to'xtat. Bolajonlar, tartib saqlab olamiz. Savollarni eshitish qiyinroq bo'lib qolyapti. Demak, siz ham mashina yutib oldingiz. Malades. Bittasini oling. Olqishlab qo'yamiz. Bo'ldi. Keyingi savolimiz ikkinchi A sinfiga tegishli. Tayyormizmi? Barakalla. Yo'llari bor, yurib bo'lmaydi. Yerlari bor, ekib bo'lmaydi. Bu nima? Yo'llari bor, yurib bo'lmaydi. Yerlari bor, ekib bo'lmaydi. O'ylab javob beramiz. Suv. Suv deb javob berishdi. To'g'rimi? Javob To'g'ri javob xarita. To'g'ri javob xarita edi. Qarshi chop qo'yamiz bolajonlar. Keling. Ручной. Demak, issiq kunlarda sizga yordam berish uchun bizda qo'l bola ventilyator bor. Olqishlab qo'yamiz. Ikkinchi D sinf. Yaxshilab eshitamiz, o'ylab javob beramiz. Savol. Kim o'tirgan holda yuradi? Bir kishi. Shaxmat. Javob to'g'rimi? Shaxmatchi edi. Shaxmat yura olmaydi, shaxmatchi yura olar edi. Qarshi chop qo'yamiz ikkinchi D sinfda. To'p yutib olishdi. Voy, to'p chiqqanmigan. Keyingi savolimiz ikkinchi B sinf o'quvchilariga. Tayyormizmi? Barakalla. Kichkina, kulrangina filga o'xshaydi. Bu nima? Mantiqiy savol. Kichkina, kulrangina filga o'xshaydi. Bu nima? Shuni. To'g'ri javob filni bolasi edi. Bir nafar o'quvchi.
Keling. Demek siz raketka yutib oldingiz. Olqishlab qo'yamiz. Bo'ldi, ketavering. Keyingi savol. Eng aqlli 3A sinfiga. Yaxshilab eshitamiz. Qaysi holatda 2 ga qarab 10 deymiz? Qaysi holatda 2 ga qarab 10 deymiz? Soatdagi vaqtda. Javob to'g'rimi? To'g'ri. Qarsiga chop qo'yamiz. To'g'ri, masalan, barakalla. ikkinchi asinfga. Bir kishi so'zlashni qilib turing. U chekidi. Qo'l bola ventilyator yutib oldi 3-A sinfi. Endigi savolimiz 3-B sinfiga ataladi. 3-B sinf. Eshitamiz yaxshilab savollarni. Tayyormizmi? Stolning 4 ta burchagi bor. Uning bir burchagini kesib yuborsak, nechta burchak bo'ladi? Nechta burchak bo'ladi? 5 ta. 5 ta burchak bo'ladi. To'g'rimi? To'g'ri. Dildor ustozga rahmat. Savolga javob bergan. Doska yutib oldi demak Amurbek. Mana siz. Barakalla. Qarsak chalishni esimizdan chiqarib qo'yapmiz bolajonlar. Yotoqxona gruppa bitta baqirib beramiz. Keyingi savolimiz 4-A sinfiga. Yaxshilab eshitamiz. Savol. Shoh vazirga anor, olma, meva olib keladi. Uzr. Shoh vazirga anor, olma, nok olib kel dedi. Vazir nechta meva olib keladi? Nechta meva? Anorda olma dedi. Bitta meva bo'ladi. To'g'ri, demak bitta meva olib keldi. Barakalla. Qarsak olib qo'yamiz. Suv sepgich yutib olishdi demak bu gruppamiz. Olqishlab qo'yamiz. Kunlari isib qoldi, kerak bo'ladi. Va nihoyat 4-B sinf o'quvchilari. Sizlarga yaxshilab eshitamiz savol. Archaning 3 ta shoxi bor. 3 ta shoxining har birida 7 tadan olma bor. Jami nechta olma bor? Demak, archada olma bo'lmaydi deb javob berishdi. To'g'ri javob xuddi shunday edi. Qarsak chop qo'yamiz demak. Barakalla. Mashina yutib olishdi Bobur belgilar. Olqishlab qo'yamiz. Bolajonlar, zerikib qolmadingizmi? Tadbirimiz davom etsinmi? Demak, tartibli bo'lib, chiroyli bo'lib turib olamiz. Hozir tadbirimizni yanada fayzli qilish uchun 1-Y sinf qizlari ijrosida ajoyib raqsga beramiz. Marhamat, olqishlab turamiz. Просто мы маленькие звезды. Пой вместе с нами, танцуй вместе с нами. Все знаем движение, снимаем напряжение. Ай, будет круто, ай, будет круто.
bolajonlar, qancha chop qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. Aziz bolajonlar, bugungi tadbirimizga uzoqdan mehmonlar tashrif buyurishgan. Ularni kim deb o'ylaysizlar? Hozir mehmonlarimizni Kim deb o'ylaysizlar? O'g'il bolasimi, qiz bolasimi ayqolgan? Demak, hozir birgalikda ko'ramiz, ha? qani mehmonlar, davraga marhamat. Qarsak chalib kutib olamiz. Ularni tezib qo'ying endi. O'yinga tushadigan. Tezlashing. Qarsak chop qo'yamiz bolajonlar. Borilsa endi. Ertak qahramonlari bilan birga raqsga tushishni davraga taklif etamiz. Ommaviy raqs. Mehmonlar raqsga. Bu tomonga o'tib turur. Ikkitang bu tomonga, ikkitang nariyoqqa o'tib turur. Qaysar endi? O'qish. Sizni gapingiz? Endi bolajonlar, qiziq o'yinlarimizni boshlaymiz. Keyingi shartimizda bu shartimiz uchun sinflardan bir nafar eng chaqqon qizlarni taklif etamiz. Faqat bir nafardan. Har bir sinfdan bir nafardan qizlar. Sinf rahbarlar, o'quvchilarimizni tartib bilan Qiz bola. Bir D bor, 2 B bor, 1 A bor, 1 B bor, 1 Y, 2 D. Siz qaysi sinf? 4 A bor, 2 A, 4 B, 3 B bor. Demak, hamma sinfdan bittadan qiz bo'ldimi? Qaysi? Mana 3 A sinfdan. demak mana har bir sinfimizdan bir nafardan eng epchil, eng chaqqon qizlarimiz tashrif buyurishdi. Qizlarimiz bilan xalq aylantirish musobaqasini o'tkazamiz. Birinchi musobaqani birinchi, ikkinchi sinf qizlari o'rtasida o'tkazamiz. Birinchi, ikkinchi sinf qizlari. Kengroq joylashib olamiz. Muntozaxon qizim o'rtaroq. Birinchi, ikkinchi sinf. Uchinchi, to'rtinchi sinf qizlari bilan keyin o'tkazamiz. Qarsak chalib, qo'llab-quvvatlab turamiz o'zimiz sinfda. 1 2 3 boshladik. Boshladik. To'xtating. Bu qaysini? 3 B, 3 yo'q. Qaysini? 2 B mi? 2 A. 2 B va 2 A o'rtasida qizg'in jang ketyapti. Qattiqroq baqiramiz bolajonlar.
2, A. Qattiqroq. Rahmat bolajonlar. Demak, bu o'yinimizda demak do'stlik g'alaba qozondi deb topdik. Qarshi chop qo'yamiz har ikkala o'quvchimizga. Ishlab qo'yamiz. Demak, ularning o'zlarini mashaqqatli ishlari uchun munosib sovg'alarni beramiz. Sovg'a tanlab olishlaringiz mumkin. Faqat bittadan. Demak, sizga mashina yutib oldilar. Mushinamiz, ha? Raketa qizlardan bering bitta. Olqishlab qo'yamiz Ichiga g'oliblarimizni. tashlaganda kimdir? Orqaroq. Qizlarga bo'lsa Jam. Hozir o'yin to'xtadi. Tayyormisizlar? 1, 2, 3 boshladik. Qattiqroq, 3 bor. To'rt B hamda 3 B'lar o'rtasida. Uch B to'rtdan ortga qo'yapmiz. Vay. Demek o'yinimizning mutlaq g'olibi 4-B sinf o'quvchisi. Sovg'a tanlab olasiz. Barakalla qizlar. Bolalar, o'yinlarimiz yoqyaptimi? Hali o'yinlarimiz juda ham ko'p. Agar tadbirimiz davom etishini xohlasangiz, tartib bilan turib olamiz. Hammasini. O'g'il bolalarimizga, o'g'il bolalar tayyormizmi? Jam. Har bir sinfdan bir nafardan o'g'il bola. Bir nafardan eng epchil, eng chaqqoni bir nafar. O'yinimizning sharti. Hey, qiz. O'yinimizning sharti, demak, qo'shiq to'xtaganda hamma o'ziga joy topa olish kerak. Shularningmi? Demak, qaranglar, haqqoniy o'ynashga harakat qilamiz. Joy qolmasa o'zdan-o'zi chiqib ketamiz. Kelishdingmi? Tayyormisizlar? Demak, yumaloq bo'lib turib olamiz. To'xtatdim. Turamiz o'rnimizdan. Hamma tinchlansin. Tayyormi? To'xtating. 1, 2, 3 boshladik. O'yinga tushib aylanamiz. Qarab turing. O'yinga tushib. Baqirmang. Islombek o'yinga tushib. Aylanamiz, to'xtagan yo'q.
Aylanamiz Islombek. To'xtagan yo'q. Siz chiqing. Kech o'tirding sen. Chiq. O'yinga tushib. Ideal bolalari. Qo'llab-quvvatlab turamiz. Bir dedi. Bir bormi? Bir dedi bak. Stol bor, joy bor. Bitta stol olib o'yinni tark etamiz. Bitta stol olamiz. Hayajonlanishyapti shekilli bolajonlar. Bir-birimizni ushlab olmaymiz. Qo'shiq to'xtamaguncha o'tirib olmaymiz. Tezlashinglar. 1 2 3 ketdi. Ovoz baland. Qattiqroq. To'g'ri. Ko'rdi, bo'shashyapmiz. Bitta stol olib o'tiraman. Bitta stol olib. Bakın. Can. To'rba zamonsiz qo'ydi. Bitta stol olib o'tiramiz. Bolajon bitta stol olib oling. Qolgan o'yinchilar tayyormisiz? 1 2 3. Karanlık. Futbolkar bola, turing, bitta stol olib o'tiramiz joyimizga. Qolganlar bilan 1 2 3. Qarab turinglar, ustoz. Turamiz, bitta stol olib o'tiramiz joyimizga. Demak, 3 dona o'quvchimiz qoldi. Tayyormizmi? Boshladik. Qarama. O'ynab, ushlamaymiz stolda. Stol ushlamaymiz, ha? Ushlamaymiz stolda. Turing o'rningizdan. Bitta stol olib o'tiramiz joyimizga. Ikki D hamda 3-B sinflar o'rtasida eslatib o'taman, stolni ushlab olgan o'yindan chiqadi. Kelishdikmi? 1 2 3. Vay. 3B 2D. Baqiramiz, qattiqroq. Yo'q, to'xtagan yo'q, o'ynaymiz. Aylanamiz. Tomonga qarash yo'q. Qaramaymiz. Tez. Qo'llarni ko'taramiz tepaga. Ha, tez. Islombek, turing. Demak, o'yinni mutlaq g'olibi Sovg'a birinchi, ikkinchi o'rin sovg'a tanlashingiz mumkin.
Qo'limizni qaytamiz qizlar. Молодец. Qaysi o'yin? Qaysi o'yin? Endi ommaviy raqsga beramizmi? Voy, o'yinimiz bor edi. Ha, hop. O'g'il bolalar. 3-4 sinf o'g'il bolalar. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Qadrli o'quvchilar, tartib bilan turib olamiz. O'yinlarimiz davom etadi. 3-sinf bolalardan 5 nafar, 4-sinf bolalardan 5 nafar o'quvchi. Qo'shib qo'yasizmi ustozim? Bir, ikki, uch. Aylanamiz qo'l atrofida. Aylanamiz ha. Tez. Tez. Qatorda buzmaymiz, Boburbek. Umidjon, tezlash. Aylanamiz atrofda, ha? Bo'ldimi? Bo'ldi. Demak, o'yinimizni mutlaq g'olibi 4-B sinf o'quvchilari. Sovg'a tanlab olishingiz mumkin bittadan. Bitta. Xo'p. Sira joyimizga qaytib turamiz. 3-B sinf hamda 4-A sinf o'quvchilari 5 tadan o'g'il bola. Hey! Mana qay qilyapsan, ey! Qo'shamiz. Demak, o'yinimizni mutlaq g'olibi 4-A sinf o'quvchilari. Joyimizga qaytamiz. Bitta sovg'a. Bitta. Kelishdikmi? Maxsus qo'shiqchalar bor. 1 2 3. Qarshi choptiramiz. Qarshi chalib turamiz. Ko'k borma. Tezroq. Ikkida ovozimiz eshitilmayapti-yu. Sizlarga maxsus vaqt qo'yilgan, tezlashamiz. Tezroq. Ko'proq vaqtga. To'xtatamiz. Ustozlar bizga yordam berasizlar. Qaysi gruppaniki eng ko'p suv bo'lganligini.
O'ziga erinib turibdiki, 2-A sinf o'quvchilari g'alaba qozondi. Bitta sovg'a tanlab olishlaringiz mumkin. Qizlar va bolajonlar, bugun bolalar kuni nishonlayotganimizning navbatga olib, yana o'qituvchilarning ham kayfiyatlarini inobatga olib, Gulnoza ustozimiz sizlarga, aynan o'qituvchilarga ajoyib shart o'ylab kelganlar. Har bir sinfni qarab turgan ustozlarini davraga taklif qilamiz. Sizingiz uchun sovg'a yutib berish imkoniyati bor sizda. Ustozlar davraga chiqamiz. O'quvchilar ustozlarimizni qo'llab-quvvatlab turamiz. Ana olqishlab qo'yamiz ustozlarimizni. Uchinchi B sinf ustozi. Uchinchi B sinf. To'xtab turamiz. Demak, sizlar oralaringizda qaysi ustoz eng chaqqonlik qilib tezakchini ko'paytirib bersa, o'sha ustoz o'z jamoasiga sovg'a yutib olishi mumkin. Faqat yana bir dona. Faqat bitta ustoz bo'ladi va eng zo'ri ham nomi bitta bo'ladi. Hamma biladi, ko'k chaynakda oq popoq, oq chaynakda ko'k popoq. Tayyormizmi? Ey bolajonlar, bo'ldi, jim eshitamiz. Qani? Hamma jim. Ikkita o'chiramoqda. Bo'ldi. Eng hurmatli ustozi biridan boshlaymiz. Ko'k choynakka oq qopqoq, oq choynakka ko'k qopqoq. Bitta. Ustozga qarshi qo'yamiz. Ana sho'rdan aytishdi. Ustozlar sizlarga o'quvchilar kuzatyapti. Jim. Ko'k choynakka oq qopqoq, oq choynakka ko'k qopqoq. Tez aytishib ko'p aytiladi bitta nafasda. Afsus, sholi sanashasizmi, men yasashasizmi? 1, 2, 3. Ko'k choynakka oq qopqoq, oq choynakka ko'k qopqoq. Ko'k choynakka oq qopqoq, ko'k choynakka oq qopqoq. Bitta, to'g'ri bo'ladi. Bitta to'g'ri. Ko'k choynakka oq qopqoq, oq choynakka ko'k qopqoq. Ko'k choynakka oq qopqoq, oq choynakka ko'k qopqoq. Ko'k choynakka oq qopqoq, oq choynakka ko'k qopqoq. Uchta to'g'ri hisoblaymiz. Hozircha g'olib bo'ladi ustoz. Yo'lda mana aytaman, chaqirasiz. Ko'k choynakka oq qopqoq, oq choynakka ko'k qopqoq. Oq choynakka ko'k qopqoq, ko'k choynakka oq qopqoq. Ko'k choynakka oq qopqoq, ko'k choynak. Uchta. Rahmat ustoz, ikkita tez aytish. Gulnora ustoz. Ko'k choynakka oq qopqoq, oq choynakka ko'k qopqoq. Ko'k choynakka oq qopqoq, oq choynakka ko'k qopqoq. Ko'k choynakka oq qopqoq, Ikkita. Ikkitasini to'g'ri hisobladingiz siz. Misnasiz ustoz. Ko'ra. 1, 2, 3. To'g'ri. Oq choynakka ko'k qopqoq, ko'k choynakka oq qopqoq. Oq choynakka ko'k qopqoq, qopqoq, oq. Oq. Gulnora ustoz, sizdan she'rlar kutamiz. Eshitamiz. Ko'k choynakka oq qopqoq, oq choynakka ko'k qopqoq. 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 Ko'k choynakka. Yaxshi, to'rtta hozircha.
Bo'lmasa mikrofonni o'tdi, o'zim boshlab. Islom. Ey, 2A Islom. Bo'ldi. Tixa. 1 2 3 ket. Ko'k choynakka oq qopqoq, oq choynakka ko'k qopqoq. Ko'k choynakka oq qopqoq, ko'k choynakka oq qopqoq. Ko'k choynakka oq qopqoq, oq choynakka ko'k qopqoq. Ko'k choynakka oq qopqoq, oq choynakka ko'k qopqoq. Ko'k choynakka oq qopqoq, oq choynakka ko'k qopqoq. Ko'k choynakka oq qopqoq, ko'k choynakka qopqoq. Yaxshi. Zo'r, zo'r. Ustoz nechta to'g'ri topildi? 5 ta. 5 ta to'g'ri. Mana bitta aytaman keyin. Eshitamiz. Zo'r. Oq choynakka oq qopqoq. Oq choynakka ko'k qopqoq, ko'k choynakka oq qopqoq. Oq choynakka ko'k qopqoq, ko'k choynakka oq qopqoq. Oq choynakka ko'k qopqoq, ko'k choynakka oq qopqoq. Oq choynakka ko'k qopqoq, oq choynakka ko'k qopqoq. Oq choynakka ko'k qopqoq, ko'k choynakka oq qopqoq. Ko'k choynakka oq qopqoq. Oq choynakka ko'k qopqoq, oq choynakka ko'k qopqoq. Ko'k choynakka oq qopqoq. Mana ustoz. Ularning ichidan to'g'risini olamiz 4 ta. Nafaslari bilan tekanlaydi. Mana oxirimiz endi. Ishlamiz, tinchlik saqlaymiz. Xo'p, sinf o'quvchilari hamma joy-joyga turasiz. Alif qalblar, chek-chekaga. Chalib o'tyapsan. Qoch deysan. Qancha bo'ldi tugada shu bilan. Pullar da. Hadetda. Demak, o'ylab o'zingni. Kim g'olib bo'ldi? Sanab yozib ketdilaringmi? Zulfa g'olib bo'lmagan aniq. Xo'p. Yaxshi, hurmatli o'quvchilar. Ustozlarimizni mana tez aytishni ko'rdilar. Juda ko'p choynakka oq qopqoq, oq choynakka ko'k qopqoq, oq choynakka ko'k qopqoq, oq choynakka ko'k qopqoq, ko'k choynakka oq qopqoq, oq choynakka ko'k qopqoq, ko'k choynakka oq qopqoq, oq choynakka ko'k qopqoq, ko'k choynakka oq qopqoq, oq choynakka ko'k qopqoq. Oltita, qancha qo'yamiz? Mana shu ustozlarning ichida bitta tez aytishdi mana shu. O'zlaringning yuraklaringdan bittalarni chiqib bitta tez aytishaylik. Shoir sanashasizmi? Non yasashasizmi? Shoir sanashasizmi? Non yasashasizmi? Sizlar ham bolajonlar yodlab olinglar. Uyga borganda ota-opa, buyamizni, buyalarni, dada, aya, akalarga ham aytib ko'ramiz. Xo'p, eshitamiz. Sholi, qaranglar, bolajonlar, jam eshitib, yodlab olasizlar. Sholi sanashasizmi? Non yasashasizmi? Sholi sanashasizmi? Non yasashasizmi? Sholi sanashasizmi? Non yasashasizmi? Non yasaysiz, sholini sanaysiz. She'larini hisobiga qiynalaysiz. Sholi sanashasizmi? Non yasashasizmi? Non yasashasizmi? Sholi sanashasizmi? Non yashashasizmi? 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 Sholi sanashasizmi? Bo'lamiz. Ana she'lar sevib ketdi, lekin nafas kuchli ekan. Ayollar, xo'p, bu yerda boshlovchi mana. So'z raketga yetib oldingiz. Bo'ldi, rahmat. Xo'p, qolgan ustozlarga shirinlik tarqatamiz. Bitta dam olish lozim. Chiroyli turib olamiz. Bitta zo'r muzika. Qaysi muzikaga o'ynaysiz? Bolalik. Bo'lmasiz, o'zim bolalikda o'tib yuraman, ha? Ayollar, hayvonjonlar, chaqarsizlar. Tayyorgarlik ko'rib turinglar. To'g'ri qarash shu ekan. Zo'r siz ekan. Sabah sabah
Oynaymiz, oynaymiz, boring bolajon. Qo'yinglar. Yaxshi qo'yinglar. Tamam. Ayıplanıyor, hayvancanlar. Davet